orzuyimizga yetdik. 34 yil orzu qildik va bunga erishdik. Mehnat, shuncha sabr. Barchangizni tabriklaymiz. Butun O'zbekistonni. Bu hammamizning g'alabamiz. Har biringizning g'alabangiz. Xavfsiz ekran qarshisida ko'rayotgan har bitta tomoshabin O'zbekiston isbotladi. Biz futbolda ham Osiyoda eng zo'rlardan birimiz. Har qanday ma'noda O'tkir Yusupovni bizga ko'rsatishyapti. U bugungi uchrashuvning qahramoni. Seyf bilan ham o'yinni saqlab qolish mumkinligini, jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritish mumkinligini O'tkir Yusupov darvozabonimiz hamma bir paytlar xeyt qilgan, hamma o'z ichi nimadirlar gapirgan darvozabonimiz hozir ikkita penalti va uchrashuvning so'nggi daqiqalarida Abduvohid tabriklaganiga ketyapti. Qutqarib mundial ishtirokchisiga aylandi.